Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlarga sovuq kunlarda jon rohati bo'ladigan shifobaxsh ilik sho'rva tayyorlashni ko'rsataman. Videoda qanday tayyorlanishini ko'rsataman. Kerakli ma'lumotlarni opisiyaniyada yozib qoldiraman. Ilik bo'laklarini 20 daqiqa baland olovda qaynatib, suvini to'kib tashlab, yangi suv solib, yana yarim soat qaynatib qo'yamiz. Go'shtni solib, yana 1 soatga past olovda qaynatib qo'yamiz. Sho'rvamiz qaynab chiqqandan so'ng qolgan mahsulotlarni videoda ko'rsatilgandek ketma-ketlikda solib, yana 2 soatga past olovda qaynatib qo'yamiz. Bunday sovuq kunlarda bir kosa issiqqina o'choqda qilingan sho'rvadan zo'ri bo'lmasa kerak. Sizlar ham albatta oila davrasida va dam olishga chiqqanda shu retsept asosida tayyorlasanglar, keyin har doim sizlarga sho'rva tayyorlab berishni iltimos qilishadi. Profilga obuna bo'lishni unutmanglar. Like bosib, kommentariy yozsanglar xursand bo'laman. Do'stlar, hozirgi kunda shamollashlar juda ham ko'p bo'layotganligi sababli sizlarga ham albatta tavsiya beraman. Ilik sho'rva tayyorlashi sababi immunitetni ko'taradi, quvvat bo'ladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, saqlanib qo'yishni unutmanglar. Kommentariyada fikringizni kutib qolaman. Hammaga rahmat.